Keyin sizlar bilan raskrojushkani bombasini obzor qilamiz. Boshladikmi? Ketdik. Ochilib ketmaslik uchun maxsus remeni bor. Buni ochasizlar. Raskrojushka 3 bosqichga bo'linib yig'iladi. Bosh tarafi, o'rtasi, oyog'i. Raskrojushkaning 4 ta oyog'i bor. Har bittasini to'g'rilab ochiladi. Yana bitta qulaylik tarafi agar chuqur bo'lsa, bu uzayadi. Ko'rdinglarmi? Juda ham qulay narsa. Prujina bilan qilingan. Uncha-munchaga bizilib qolmaydi. Bu ham o'ziga qarab regirovka bo'ladi. Mana ketdi, ochamiz oyoqlarini. Ochildi. Mana past tarafini qo'yib, tekis qilib olamiz. Kelinglar, endi razmerini o'lchaymiz. Qarab turinglar. Korobkasiga ishonmaymiz, jivoy o'lchaymiz mana. Ketdi. Oga keling. 220. Ko'rasizlar? Bu degani 2 metrli odamlar ham bemalol yotadi degani. Endiga o'lchaymiz. Bosh tarafi 90 dan oshiq, okey? Ko'rasizmi? 94. Endi eng qisqa tarafini o'lchaymiz. Bu yoq tarafi 80. Bunga bitta bunaqa spalni mishokka komplekt olsanglar, shunda oyoq tarafini tiqasizlar, hech haqi ketmaydi. Bosh tarafini tiqasizlar. Bu ham zo'r. Mazza qilib bu yil 2 metr bo'ladimi? 150 kilo bilasizlarmi? Hop, yotaverasizlar. Kimga endi shunaqa raskrojushkada kerak bo'lsa, Mergan do'konisidan kutamiz. Hammaga rahmat, bitta like qo'yish esdan chiqmasin.